Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugungi video obzorimizdagi katta assortiment Xitoydan yetib kelgan vitrina xolidinlik, polkalik, oldi oynalik, mana bunaqa burchalik xolidinlarimiz ham kelgan. Nolda ishlaydigan, minusda ishlaydigan, kim qanaqasini xohlasa, mana bunaqa go'sht soqlaydigan akalarimiz bo'lsa, maraz akalarimiz ham yetib kelgan. Mana oldi oynalik, shashlipas akalarimizga juda ham zo'r, shashlikka, shirinliklarga ketaveradi. Plus 2 gradusgacha olib tushadi. Ya'ni mana bu oynaliklarimiz bor. Mana polkalik, shirinlik, shunga o'xshash mahsulotlarni terishga juda ham chiroyli sifatli qilib ko'rsatib beradi. Hop, bir ishligimiz bor. Korpus orqali sovutib berilgan vitrin xolidinligimiz kelgan. 0 gradusgacha ishlaydi. Mana bunisi minus 10 gradusgacha yoz kunida ishlab beradi. Tevalari nerjaveka bo'ladi. Ishlanmagan holat hozir. Hop, mana bu yoqdagisi bu do'konchi akalarimizga go'shtga, sut, qatiq, shunaqa mahsulotlarga asosiy go'shtga tavsiya qilyapmiz. Mana buni shashlikka ham ketyapti. Shashlik paz akalarimiz olishyapti. Minus polkadan, ya'ni mana polkalar qirob bosib, sovutib beradi xona haroratini, quritib qo'ymaydi mahsulotlarni, ayniqsa mana shashlik paz akalarimiz bilishadi. Vitrina ventilyatsiya tizimi yo'q bo'ladi. Polkasi muzlab 20 minus 15-20 gradusgacha olib chiqib beradi. Bu tomonlarimiz ham oynalik, polkalik. Bo'lishini mumkin. Mana bunaqa burchaliklar vitrina xolidinligimiz ham kelgan. Bu tomonda Xitoy davlatidan juda ham katta assortimentda shkaf oynalik, ya'ni oldi ochiladigan oynalik, eshiklik vitrina xolidinligimiz kelgan. Minus 15 gradusgacha saqlab beradi xona haroratini. Morojniy krem shunaqa shirinliklarni ishlab chiqaradigan biznesmen akalarimiz, opalarimizga tavsiya qilamiz, chunki yoz kunida juda ham ko'pchilik qiynaladi, shunaqa xolidinga qidirib. O'shanga tavsiya qilamiz. Mana 4 talik. Har xil ranglardagi bor. 2 eshiklik ham bor. Mana 2 eshiklik, 3 eshiklik. Mana bu tomonda 2, 3, 4 eshiklikgacha sotuvda bor. Ranglari ham har xil ranglarda. Kelib do'konimizga tashrif buyurib, buyurtma berishini ham mumkin. Agar viloyatdan bo'ladigan bo'lsani, video obzor qilib, ko'rsatib, ishlash nimalarni, grafiklarni qo'yib beramiz. Kelishuv asosida dastavka ham qilib beramiz. Xo'p, bu tomondagilar bular 0 gradusgacha, minus 2 gradusgacha ishlaydi. Yoz kunida 0 gradusgacha tushadi. Bular asosiy endi marojna emas, sut, qatiq, do'koni bor akalarimizga, shirinlik sohasida, ya'ni shunaqa akalarimiz bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Juda katta assortiment kelgan bizga. Birinchi qo'l sifatli uskunalarni olib kelamiz. Arzon uskunani olib kelib, biz klientlarni yo'qotib qo'yish xohlamaymiz. Ko'pchilik arzon narsani reklama qilib, keyin ko'p ikkilanish bo'lyapti. Sizlarda qimmat ekan tovarlar degan gap so'zlar ham bo'lyapti. O'shanga akalar, opalar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, hop, narxiga qiziqadigan baribir narxi qiziq bo'ladi. Bizda $750 boshlanadi. Mana $750 mana shu bir eshiklarimiz $750 $2600 sotuvda bor. Narxini Telegramdan yozsani, kanalimiz silkasida, shapkasida Telegram kanalimizning silkasi bor. O'tib yozib buyurtma berishingiz mumkin. Telefonlarimizni ham video ostiga qo'yib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yangiliklarimiz hali ko'p. Ulgurganimizcha sekin bir navbat qo'yib boryapmiz. Like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirib o'tinglar. Salomat bo'linglar.